Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin to'xtab qayerdan devam qilishga tirishimiz inshaalloh. O'smo yana as-sani deydi. O nima as-sani deganda Shayxul Islam Ibn Taymiyya rahimahulloh al-xilaful vaqi'u fi tafsiri min jihatil istidlali degan mushu o'zining mush faslisida ikki turga ishorat qilgan yuqorida. Buning o'zine masalan bu tafsirning mazmun bo'lishqa mazmun bo'lishqa sabab bo'lish mumkin degan. Bunun birincisi bir qancha ma'nolarni e'tiqod qilib, Qur'onning lafzlarini u ma'nolarning hammasiga hamla qilgan degan birinchi bo'ldi. Ikkinchi hamda as-sani. İki turning ikkinchisi, ikki navining. As-sani man fassara al-Qur'ana bi mujarrad ma yasuqu an yuridahu من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به وملابسات النزول كأسباب النزول وقصص الآيات وعادات المخاطبين إلى آخره. İkinci tür qaysi etse Kur'an-ı Kerim'ni ay mujarrad kelam Arap tilinden sözge adamның üzügülü kelamla ununkiligi Qur'onga gaqqa odamga mutakallim gaqin kim o kim gaqqadi bu Qur'onga unuga ko'z solmasin va unuga kimga tushirilgan kim xitob qilingan degandek va sabab nuzul buningga mulabasat nuzul oyat karimning tushish sabablariga nima qilmasdan bunun qaramasın min gayri nadarin bunu nazar qilmaslik bilan Qur'oni Karimni bundaq tafsir qilish deydi va muxotoblarning odatlariga ham odatlarga o'xshash mulabasat nuzul degan nima aytsangiz oyatning tush sabablari oyatlarning qissa ahvoli muxotoblarning odatlariga o'xshash bu tarafga nazar qilmasdan arab shundoq so'zga odamning o'ziga mana shu odam tafsir qila oladi degan şu nimlallamla Kur'an'ı nim kılış o salahiyetini berip şununla Kur'an'ı tefsir kılış. Mesela vakad zekertu misalen lizalike fit tenbihati ala tefsiri bil lugha indel hadisi an menheci Ebi Ubeyde. Ve bunun için ben Kur'an-ı Kerim'nin özünü lügatla tefsir kılış hakkında bir nece agahlandırış barısı da, tenbih barısı da misallarını tilgap öttüm. Ebi Ubeyde ve İmam Parrah diyenlerinki bir menajer barısı da. فهذان النوعان إذا وقع في تفسير ما فإنه يحكم بذمه نظرا لأنه فسر القرآن بما لا يسوغ له وحمله على غير المراد به. Bu iki tür. Yukarı şu iki tür Şeyhülislam İbn Teymiyye işaret kılan iki tür. Qachon bu bir tafsir yuz berib qilib qolsa bu tafsirning zam mazmum ekanligi hukm qilindi nazar qilganlikning jihatidan ko'z tutganlikning jihatidan chunki u odamimiz Qur'oni Karimni uni durust qilmaydigan narsa bilan bima la yasug'la yoki durust bo'lmagan narsa bilan tafsir qilishga va uni u Qur'oni Karim bilan maqsad qilmagan narsaga hamla qilmag'ashqa buni zam hukm qilindi qachon bir tafsirda bu ikki turi tushib qolib qolsa deydi. Valiza fa inna tafasir as-salaf la yujadu fiha tafasiru ala hadhihi ash-shakilati wa in kana warada an mujahidin ba'd at-tafasir al-mazmumati. Müşahitin salaf ulamalarının tafsirleri tepilmaydı o salaf ulamalarının tafsirlerinde muşu şekildeki yani muşu tefsir mezmum degan şekilde tefsir tepilmaydi. Gerçi mücahittir. Mücahit o bir tabiillarının katarından bo'lgan kishi bu. Mufassir. Zor mufassir. Gerçi bu mücahittin tefsir mezmumning ba'zi kelgan bo'lsa-mu, ammo bu xil shakldagi bu mazmum shaklda o salaflarning tafsirlari hech qanday tafsirlar tepilmaydi deydi. O mücahidin tafsiriga o'xshash Alloh subhanahu taoloning so'zniki
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ degandek. Albatta sizlar bildingizlar. Andaq bir shaxslarniki qanday qildi bular? Tajovuz qildi. Allohninki belgilab bergan qonun, liniya doirasini olqib ketdi. Sizlarni achchig'inglardan, ay Yahudlar. Qanday qildi ular? Pissabdi. Shanba kunida. Dedik biz ular uchun sizlar xor zabun bo'lgan maymunga aylanib ketinglar dedik. Ular masalan shanba kuni Alloh subhanahu va taolo baliq tutmanglar desa, o shanba kunning u nimani uni yili nayrang ishiltib Alloh subhanahu va taoloninki bu mushu qonun ilohiymi. O'lilqi boshqa kunlarda bu nima bu ilqi yo'q. Yo'q, yakshanba kunimi baliq tutishning o'zini cheklagan Alloh subhanahu va taolo ulardan. Ular bu yakshanba kuni u yak baliq yaqin kelmaydi ekan. O ko'lchakka, o baliq tutilgan yerga. O baliqni berib, shu baliq tutuq buyurilgan kunlarning o'zida kelmay, cheklangan kunlarning o'zida kelib, boshqa kunlarning o'zida kelmaydi ekan. Shuning bilan ular qanday qildi desa, o ko'lchakning o'zini oldinlar tayyor qilib shanba kuni unga masalan to'r binasini u qurib shanba kunlarda u balig'ini yakshanba kuni tutilganda mandaq Alloh subhanahu taoloning qonun ilohiga mandaq yelmikir ishlatib qilgan bo'lar. Şunun bilan bu mendaq tajovuz qildinglar deydi. Cho'qim bildingizlar, sizlarning ishinglardan shanba kunidagi sizlarning ishinglardan Allohning buyrug'iga, amr farmoniga tajovuz qilgan ishlarni bildinglar. Ya'ni Yahudlarni bildinglar deydi. Shanba kuni haqidagi o'simi ishlarning shu baliq tutish haqidagi baliq tutish bo'lmaydigan shanba kunidagi bu amr farmoniga uni qarshi chiqib, bular o baliqni to'rin tutdi. Yoqib qo'yib, qurib. Bu beligini yakshanba kuni tutib olgan ishganda, mana biz moslashdik Allohning buyrug'iga deb. Dedik biz shuna ularga bo'ldi sizlar nayt har zabun maymun ketinglar deb. Buning da bu tabiim bo'lgan mujohid, bu mufassir bundaq buni tafsir qilgan deydi buni. Nim deb qol kim o? Dedi ash mujohid lam yumsahu. Ulancho hargiz bularning surati mubaddal qilingan emas. Bu Yahudlarning surati oyat karimda kelgandek kunu qiradatan xasin. Har zaman maymun bo'lib ketinglar, maymun qilib ketinglar deb bularning surati masx qilingan emas. Surt masx qilmadi. İnnema huve meselun duriba lahum. Çokum bu olsa ular için bir mesel der ki. Ularga bayan kılınan bir mesel. Kema duriba lahum meselul himari yahmilu asfara. O Yahudilar üçünçü bir Tevrat'ın götürülen bir işekke Yahudilarınki hakamatlarını emelsiz hakamatlarınçı Tevrat'ın götürülen bir işekke okşatkan bir zerb mesel olarak bu bir mesel dep buna dep. وهذه التفاسير المذمومة التي وردت عنه لم تخرجه رحمه الله تعالى عن الإمامة في التفسير. Bu tefsir mezmum. Ki Mücahit'in kelgan bu tafsir mazmun chiqarib o'tolmaydi bu tafsir mazmun bu katta bu imomni endi mujohid mufassir bo'lgan mujohidni tafsir haqidagi peshvolikdan chiqarib o'tolmaydi. Bu odamni bu oyatni sen mandaq tafsir qilgan deb hammani sipirlashtirib nollikdan qilyapman deb yo'q imomatdan chiqarib o'tolmaydi dedi. Hatta qala Sufyan as-Savri iza ja'aka at-tafsiru an mujahidin fahasbuka bih. Süfyan Savri şuna dedi bu adamdan mesela. Kaçan sana Mücahit'ten bir tefsir kip kan bolsa senin kipayan aşırın kıla. Senin kipayan aşı Mücahit'ten tefsir islandır da bu adam ben ne dedi. Onun qaraganda bu Mücahit'ninki bu vaqtki tefsir mazmunu qarab bazı az yaldaki tefsir mazmunu qarab bu adamni bu tefsir haqidagi imomat peshvolik rahbarlik o'rnidan yo'q qilib o'tishga tushirib o'tishga bo'lmaydi. Tafsir haqidagi imomatdan chiqarib o'tolmaydi bu tafsir mazmun deydi.
وإذا حكم على كتاب في التفسير بأنه مذموم فإن هذا يكون بالنظر إلى منهج الاستدلال عند هذا المفسر. قاچان hüküm kılıngan bolsa, bu tefsir hakkında bir kitap hüküm kılıngan bolsa, şundan çokum bu tefsir mezmum dep hüküm kılınsa, çokum buluda bu, çokum bu buludu, bu istidlalninki delil talep kılışının usul, menhej, yolları qarab buludu da, muşu mufassir, mücahit degan kişinin karşıda. فالمعتزلة مثلا مصنفون في هذا النوع من الرأي نظرا لمنهجهم في الاستدلال ولتحريفهم بعض الآيات لتوافق ما يعتقدون. معتزلة مثلا الله olsa muş şu türde tefsir mezmum yani türde nurgun muş türdeki ra'yidim bo'lgan muş türde nurgun kitaplarni şu tasnif qilgan yozgan bular Mu'tazila. Özlerininki istidlal barısındaki menhejlerge nazar qılığını cəhdidən və ularning o'zgartayotganligini cəhdidən oyatlarning ba'zisini o'zining e'tiqodiga moslashish uchun deydi. ومع الحكم على تفسير ما من تفاسيرهم بأنه مذموم كتفسير الزمخشري فإن هذا لا يعني أن كل تفسيره مذموم بل فيه ما يوافق الحق. Tefsirlerden boğan bir tefsirga şuna bu mezmum bu tefsir mezmum da hüküm kılışılan Zemahşeri'nin tefsiri o'xshashmasa Allah'ım Zemahşeri'nin Keşşap degan tefsiri. Tefsiri Zemahşeri o'xshash. Chuqum bunda hukm qilish hamda. Bu tefsir mazmum deb hukm qilib o'tishning o'zi bu mazmumga tefsir mazmum deb hukm qilish bilan hukm qilib o'tishlar. Chuqum bu ya'ni mush hukm qilish tefsir mazmum deb hukm qilish xohlamaydi. Shuni xohlamaydi. Chuqum u Zemahşeri'nin tefsirining hammasi ayıplangan. Bunun da çok tanqidlangan, ayıplangan deb bunda deyishni xohlamaydi. Balkim onun da çok haqqa, amaliyatga uyg'un keladigan mandaq ahvollarmi unda tafsirlar bor deb. Xo'sh, bugungi darsimiz vaqt e'tibori bilan mushunda kifoyalanamiz. Darsimiz shundan tugadi. Darsimizning davomi inshaalloh ati davom etadi. Alloh xolis. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.